Siz 2025-yil o'zingiz bilan faxrlanadigan nima ish qildingiz? Men 2025-yilda o'zimga juda kerakli bo'lgan Cefr sertifikatini oldim. 2025-yilda men IELTS leveliga o'tdim. 2025-yil men matematikamni va ingliz tilimni noldan o'zim biladigan darajagacha ko'tardim. Men 2025-yil IELTS 6 ballni qo'lga kiritdim. Yaxshi o'qishga harakat qildim, keyin ASga tayyorlandim. Men Urushning so'nggi qurboni degan kitob, yana savdogarlar ustozini, shunaqa turlicha ko'p kitoblarni o'qidim, o'qib tugatdim. 2025-yil men ingliz tilidan pre-intermediate-ga o'tdim. Elementary levelda pre-intermediate-ga o'tdim. Men 2025-yil intermediate levelga o'tdim ingliz tilidan. Keyin matematikada biz IDC kitobi birinchi qismini tugatdik. 2025-yilda men o'zimga faxrlangan qilgan narsam bu Yosin surasini полностью yodladim. Matematika kitobini ikkinchi qismini tugatdim. Matematikadan sertifikat oldim. Ingliz tilidan sifir oldim. 2025-yilda 3 ta kitob tugatdim. Ingliz tili kitob. Anglishkidan sifir gruppaga, AS gruppaga o'tganim uchun iPhone berishdi. Birinchi chorakda maktabga 50% grant etdim.